أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaykum ve rahmetullah ve berekatuh. Hürmetli savaşdaşlar. Biz bugün tunji el-iman namlıq dersimizden başlamakta bulduk. Allah subhanahu ve taala dersimizni devam etmeye muvaffak olsun. Kitabımızı başlaştın burun muşu kitabını yazgan ve kitabını bizning qo'limizga yetib kelishiga sababchi bo'lgan ulug' ustozimiz doktor Abdulmajid Zindoniy hafizahulloh bilan bir tanishib o'taylik. Abdulmajid Zindoniy asli yamanlik, hem siyosiyon hem ilmiy jihatdan mukammal yetishib chiqqan bir diniy ulamo, asli yamanlik bir kishi. Bu Yemen'de Darul İman degan camiani kurup o camiada ustaz ve müdürlük hizmetini ötep Yemen'deki Şia mezhebi intayin umumlaşıp ketken ve Şia mezhebi bütünley yalmavuz gibi o Yemenni yutup ketken bir yerde Ahli Sünnet vel Cemaat'ın akidesini qoğduğan, Ahli Sünnet vel Cemaat'ın akidesini himaye kılgan ve şunda Ahli Sünnet vel Cemaat akidesindeki yitik ustazlar ve alimlarını yetiştirgen bir kişi. Bu Mekke Mukerreme'ye berip Kur'an Mekke Mukerreme'ye berip halkaralık Kur'an hadisteki mucizelerni tadqiq qilish komitetining kurup bununla reislik qilgan. Shundaqla Yemendeki Şeyh Abdul Ahmer degan kishi bilan birga o'qituvchi, Yemenga hokimiyatiga o'qituvchi bo'lgan kishi bilan birga bir Yemen islohot uyushmasining Shura komitetlik reislikini ötügen bir kişi. Demek bir taraftan siyasiyon, bir taraftan dini alim, bir taraftan cemaat erbabı. Bu kişi 1942 yılı Yemen Arap Cumhuriyeti'nin İp ülkesi deydiğen bir ülkenin Aden nahiyasının Huzeybi degan bir kentisinde dünyaya kelgan kişi bu. Kichigidin başlap dadısının yeteklişide dini terbiye algan, özünün yurtida dini terbiye algan. Kin Aden degan yerga köçep kelip şu yerde sistemlik bo'lgan maktablarda ilim algan ve okugan. Bu kişinin dadısı yaxşı bir ölüme kişi bo'lganligi uchun özünün ballarını terbiyeleş ve yetekleşte naiti çoğ arzuları ve ümitleri var idi. Şu çoğ arzu ümitleri var idi. Bu kişi özünün ballarını terbiyeleş ve yetekleş hizmetine alahidi köngül bilgen ve onun da tirişkan bir kişiydi. Böyle Abdulmajid Zindoniy keyinçe özünün o'qishini davomlashtirish için Mısır Arap Cumhuriyeti'ne berip o yerde Azhar'ның durgerlik fakültetida 2 yıl durgerlik sahasida bilim aşıgan. Bu kichigidin başlap şer'i bilimlerge qiziqadigan, şer'i bilimlerini elishqa qattiq hirisman bo'lganligi uchun
2 yıllık durgerlik ilmidin kim yani Mısır Azhar'da şer'i bilimlerini okuş ve onu davamlaştırışka kızıqqan ve tirişkan. Bu kişi qattiq tirişçanlık neticesinde Azhar'daki qattiq ulamalar bilen ve onun etrafındaki qattiq doktor ustazlar bilen yakın alaka münasebetlerini bağlagan ve olar bilen ornatkan. Hatta şularning qatoridan bir kishiga aylangan. Keyincha Mısırda yaşaş arkalı Mısır'daki ihvallarning ta'siriga uchrab, şu ihvallarning dini hizmetki intayin ehemmiyet beradigan, dini hizmetki ehemmiyet beradigan, dini sadaqati intayin mustahkam bo'lgan ligi sababli bu adam ular bilan yaqin munosabatda bo'lish bilan turmuga kirgan. Yerdan chiqib Misr Cumhuriyeti uni yurtiga qaytarayotgan, Azhardagi o'qishi davomlashmay qolib qolgan. Ama yurtiga kelgandan keyin, ya'ni shu yerda bayam degandek Darul İman jamiyasini qurib, yani ilim ma'rifat bilan shug'ullandi, ahli sunnat va jamoaning aqidasini. U yerdan keyin, ya'ni Misrdan qaytib kelganda 1962-yili Yamanda inqilob patlagan vaqtda San'aga qaytib kelgan Misrdan. Bu o'zining şu Mısır'dan qaytgan chag'ida Ustoz Zübeyri deydigan bir kishi bor. Bu kishi bilan bir umr birga turib, şu kishininki bilan birga bir safda Yamanninki diniy islohoti va diniy taraqqiyoti uchun kuch chiqargan, yashagan. Onundan keyin Ma'arif ministerligida xizmat qilgan, qo'shimcha kitob yozish ham ratlash bilan shug'ullangan Misrda turib, Yamanda turib. Ondan keyin Misrdagi ba'zi bir ahvollar sababli Saudiya Arabistoniga borib, Saudiya Arabistonda eng katta mashhur ulamalar Shayx Bin Baz, Shayx Usaymin qatorliq katta ulamalar bilan hamsuhbat bo'lish, ular bilan kecha-kechalab mungdushish va ularning maktab dars qanlariga berish va u yerda leksiya so'zlashdan iborat shunday bir fursatlarga erishgan. U yerda hatto bayam degandek xalqaroliq Qur'on hadisdagi mo'jizalarni ilmiy tadqiqot qilish organlarini qurgan va uningga reis xizmatini o'tagan. Bu kishi bu Yamanda turish, Saudiyada turish jarayonida mayli meditsina, mayli biologiya, ximiya, her qaysi sohalarda yetishib, ilim jihatda o sohalarga cho'nqur cho'kib, hatto xalqaroliq muhoziralar, ya'ni insonninki turalmi ilmi, coğrafya ilmi, ximiya, osmon jismlari meditsina ilmi, tibobat, turli ilmlarda munozirlashgan. Ya'ni dinsizlarga qarta munozir olib berish va shular bilan nima qilish xizmatlarini o'tagan. Mana shundoq bir yetishgan, her sohada pishqan, mayli dinsizlar bilan mücadele, ilmi mücadele qilish sohasi bo'lsin, mayli ular bilan qurolliq mücadele qilish bo'lsin, mayli diniy xizmatda kitob yozish orqali bo'lsin, mayli boshqa ulamolar bilan suhbatlashish bo'lsin, hamma sohaga cho'kkan va o sohani yaxshi yuritgan ve bugungi kundagi ahli sunnat va jamoaning aqidasini eng sog'lom bir shaklda qo'g'digan va uni himoya qilgan bir ustozning kitobi oldida turibmiz biz. Demak, bu kitob ahamiyatda, unumda eng ahamiyatli, eng unumli bir iymon kitobi
aqida kitobi, ahli sunnat val jamoa yo'lini himoya qiladigan bir kitob. Shuning uchun bu kitobga alohida ahamiyat berishimiz va diqqat qilishimiz kerak. Haqiqatan go'zal maqtash va madhilash Allohga xos. Biz Allohni maqtaymiz, madhilaymiz. U Allah subhanahu va taolodan yordam talab qilamiz. U Allohdan gunohlarimizning kechirim bo'lishini va kechirim qilishini so'raymiz. Alloh taolodan bizni to'g'ri yo'lga boshlashiga, haq yo'lga yetaklashiga, nijotlik yo'lini ko'z qo'yishini Allohdan tilaymiz. Alloh taolo bilan nafsimizning yomonliklaridan, amallarimizning xato, shariatga muxolif zidlaridan panoh tilaymiz. Qanday bir kishini Allah subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga yetaklasa, haq yo'lga boshlasa, u kishini ozdirayotgisi yo'q. Qanday bir kishini Alloh ozdiradi ekan, u kishini to'g'ri yo'lga yetaklagichi yo'q. Hamda Allah subhanahu va taolo to'g'ri yo'lga boshlagan kishini ozdirguchi yo'q. Bir inson haqni yuzlanibdi, haqni izlabdi, haqni tepish uchun tirishibdi ve yetaklangan haqni chin tutgan bo'lsa, unda kishini hech kim ozdirmaydi. Alloh unga nur beradi, hidoyat beradi. Ammo Alloh taolo ozdirgan, ya'ni inson Alloh taolo ko'rsatgan haq yo'lni yaxshi ko'rmagan, haq yo'lga qalbida moyil bo'lmagan, haq yo'lni izlamagan ve haq yo'l ining oldiga kelsa ham o haq yo'lni chin tutmagan, balkim yuz o'rgan, takabburlik qilgan, haqdan qochgan, haqni yomon ko'rgan bo'lsa, bunda odam Alloh taolaning ozdirishidan iborat jazoga uchraydi. Shunga Alloh unda o'zining qilmishi, atmishi bilan ozdirishga loyiq bo'lib, ozdirgan kishini to'g'ri yo'lga boshlaguchi yo'q. Men Allohdan boshqa bo'ysunishga, qul bo'lishga haqli bir kishi yo'q deb guvohlik beraman. O Allah yegona, sherik yo'q. Muhammad alayhissalom Alloh taolaning ulug' bandisi va ulug' elchisi deb guvohlik beraman. Maqsadga kelsak, haqiqatan insonning ustidagi tunji majburiyat, insonning birinchi majburiyati o inson Allah subhanahu va taoloni ilm yo'li orqali tunish. Bu insonning birinchi majburiyati. İnsanның ustidagi eng oldi bilan ado qilishga tegishli bu majburiyat. Alloh taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh deb her bir insonga la ilaha illalloh kalimasini bilishga buyruq qildi. Yani onun mazmunini bilish, ma'nisini tushunish, onun talab taqozzolari bilan qanday amal qilish kerakligini bilishga Alloh taolo buyurdi. Nima uchun? Chunki insonning dunyoga kelishda, dunyoda yashashda va dunyodagi barcha narsa bilan bog'lanishlikda va insonning har bir tiniqidan boshlab qadamigachilik, qalblarning so'qishigachilik, qon tomirlarining aylanishigachilik ona shundoq sistemini qo'llashtirgan bir yaratquchining borligi e'tirof qilingan va dalil pokit talab qilmaydigan bir haqiqat. Shuning uchun bu haqiqatning va bu haqiqatning egasiga insonning hurmat bildirishi, uni tunishi, tushunishi va uning haqqini ado qilishi bu insonning ustidagi birinchi majburiyati. Ve o'zining Rabbiningki payg'ambarini tunishi va u payg'ambarning payg'ambarligining rostligini tunishi ilm yo'li orqali ishoncha ato qiladigan, ishonch bag'ishlaydigan ilm yo'li orqali tunishi bu insonning majburiyati. Hamda Alloh taoloni tunigandan keyin inson payg'ambarni tunishi kerak. Chunki Allah'ını tunuş üçün peygamberle tunuş doğrultudur. Allah Teala bizge özünü tunuştuğun yolunu peygamberinin yolu arkalık tunuşka, peygamberinin menhici arkalık tunuşka ve peygamberinin tunutuşu bilen tunuşka
bizni buyurgan. Şoňa paýgamberni tunuş. Paýgamberni tunuş bilen hem bolmaýdy. Muhammed Aleyhisselamny Habib Muhammed Aleyhisselam paýgamber eken, Muhammed Aleyhisselam da bir paýgamber eken dep başlan bolmaýdy. Onuň ras paýgamberligini ilim ýol arkaly tunuş gerek. Yani onunda mı ilim buluş gerek. Allah Teala "Efen ya'lemu annema unzila ileyke min rabbikel hak kemen huve a'ma innema yetezekkeru ulul albab." Sizge Rabbimiz tarafından düşürülgen bu Kur'an'ın, vahiyinin, dinnin haklıkını bilgen kişi onundan kör kalan, kargı kalan, yani o dinni bilmegen, dinni düşenmegen, haklı tunumugan adamga o'xshash bulamdı deb Allah Teala bayon qildi. Mana bu yerda ilmni ishlatdi. Bilgan kishi dedi. Tunugan kishi emas, so'zlagan kishi emas, anglagan kishi emas, bilgan kishi. Faqat aql egilari nasihat qiladi deb Allah Teala bayon qildi. Va o'zining bu dunyoga yaratilishdagi hikmatni bilishi insonning birinchi majburiyati. Nemişki yaratıldı, nemişki yaşayımız, yani nemişki kelimiz, dünyaya dikkatim baka kagen, yaşıgan, ketken, nereden geldin, nereye gidiyorsa, nemişki geldin, nemişki makçı, kime geldi, kim hep gidiyordu, diyen sualını düşünme, bu yaşaş, bu hayvanın bir tasdik. Şoň özüniň bu dünyadaki yaratılışynyň hikmetini bilişi ve özü iniňde ketewatkan bir akybat bar. Her bir kadamy, her bir nefsi bilen, her bir kişisi bilen ketewatkan bir akybat bar. Bu akıbatny bilişi ve özüniň Rabbiniň dinini bilişi. Ki o insan o dinga erişikde buyurulgandır. Muşu buyurgan dinni bilişi insanyňki birinji mecburiyeti. Arkadaşlar. Şimdi ve izâ kâne şereful ilim bi şerefil ma'lum. İlim, dünyada ilim desek, hemme ilim bulap kaladı. Ama hemme ilim ulu, hemme ilim insana menfaatli, hemme ilim yaxşı ilim mi? Yok. O ilimden yetmekte boğan netice ve o ilimden erişmekte boğan malumat fakat bu ilimnin ulug'liqi. Yani ilimnin ulug'liqi şu ilimden elinetgan malumatning ve o ilimden elinetgan neticeninki ulug'liq bilan bo'lsa, an iman ilmi Allah Subhanahu ve Taala'nı tunuşqa alaqadar, Peygamberini tunuşqa alaqadar ve Allah'ın dinini tunuşqa alaqadar. Mana iman ilmi bilen nimini tunuymiz? Allah'ını tunuymiz, Peygamberini tunuymiz, dinini tunuymiz. İman ilmisinin timisi o halkımakta boğan, o yurtlamakta boğan, o içpemekte boğan. Mesela Allah, Peygamber, din ve onun bilen insan yetmekte boğana hem Allah, Peygamber, din. Şunun için ilimnin ulug'liqi ilimden elinetgan ma'lumot ve onun neticesi bilen bo'lsa, iman ilmi Allah'a tunuş ve Peygamberini tunuş ve dinini tunuş alaqadar. Bir işning, amalning ahmiyati inson şu amaldan, şu işten aladigan foyda bilan munosabatli bo'lsa, ish muhim ish, ahmiyatli ish, zurur ish deymiz. Endi şu ish nimishqa zurur, nimishqa muhim, nimishqa ahmiyatli degan chog'da şu işten aladigan foyda bor edi. Cho'ng kichikligi va o foydaning yoki bizga bir vaqt aloqadorlik va yo aloqadarsizlik va mushuning bilan uning ahamiyat va ahamiyatsizligi oshkor bo'ladi. Shunga qachon bir ishning ahamiyati shu ishdan inson oladigan foyda bilan munosabatli bo'lsa, xuddiki inson o'zi orqali shu ilm bilan to'sadigan bir xatar bilan munosabatli bo'lganday. İman ilmi insan için
dünya va oxiratda katta maqsad va saodatlarni reallikqa chiqarib turdi, vujudga chiqarib turdi. Demak, iymon ilmi bilan oladigan foyda ham dunyolik, ham oxiratlik foyda. Va iymon ilmi bilan inson o'zidan to'sadigan xatar nima bo'lsa, dunyodagi baxtsizlik xatari, oxiratga ham do'zax azobidan iborat xatar. Shuning uchun bu ilm bilan inson o'zidan to'smoqchi bo'lgan xatarga kelsak, ham dunyolik xatar, ham oxiratlik xatar. Bu inidan oladigan foydaga kelsak, hem dunyolik manfaat, hem oxiratlik manfaat. Shunda bo'lganligi uchun bu amal va bu ilmning ahamiyati shunga bog'liq bo'lsa, iymon ilmi insonga dunyo va oxiratlik katta maqsadni vujudga chiqarib qo'ydi. Mana bu taraflardan bu iymon ilmi eng ulug', eng katta ilmlarning oldida turadigan ve birinci ilim bu. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarga dünyada nurgun va'dalarini va'da qildi. Bu va'dalarning birincisi düşmanları üstüdür. Yani Müslümanların, mu'minlarning düşmanı üstüdür. Mu'minlarga yardım beriş, nusret beriş. Allah Teala ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Bizge mu'minlarga yardım beriş hak buldu deb bayon qildi. Demek mu'minlarga yardım beriş, mu'minlarga g'alaba nusrat ato qilish Allah Teala'nın mu'minlarga qilgan fazli haq. Mu'minlar o'zining amali orqali bu haqqa erishgan emas. Fazli haqda Allah Teala'nın. Bu bir. İkinci, mu'minlarni nima qilish? Qo'g'dash. Ularni himoya qilish. Har qanday xatar va har qanday nimadan xayr xatardan qo'g'dash. Allah Teala innalloha yudafi'u anillazina amanu. Haqiqatan Allah mu'minlarni qo'g'daydi. Ya'ni ularga ziyon yetkazadigan düşmanlardan, tajovuzchilardan, zolimlardan, har turli kishilardan Allah Teala qo'g'daydi dedi. Demak, bu qo'g'dash Allah Teala'nın qilgan va'dasi. Üçüncü, mu'minlarga ig'dochilik qilish. Mu'minlarga ig'dochilik qilish. Allah Teala Allahu veliyyullazina amanu. Allah mu'minlarning nimisi? İgisi. Allah mu'minlarning igisi. Allah Teala mu'minlarning xo'jasidir. Dördüncüsü mu'minlarni to'g'ri yo'lga yetaklash. Mana Allah Teala ve innallaha lahadillazina amanu ila siratin mustaqim. Hakikaten Allah Teala mu'minlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. To'g'ri yo'lga yetaklaguchi deb Allah Teala bu mu'minlarni dunyoda eng to'g'ri, eng haq yo'lga yetaklaydiganligini bayon qildi. Beşincisi, kafirlarni musulmonlarga bosh qilib qo'ymaslik, hukmron qilib qo'ymaslik, musulmonlarni boshqaruvchi qilmaslik, musulmonni uning ostida, kafir uning ustida qilmaslik Allohning va'dasi. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Teala kafirlar uchun mu'minlar ustiga yo'l qilmaydi, mu'minlarni boshqaradigan, mu'minlarni idora qiladigan, mu'minlarni kontrol qiladigan bu yo'lni qilmaydi deb Alloh taolo va'da qildi. Oltinchisi, mu'minlarni kuchli, qudratli qilish va ularni zaminda o'rinbosar xalifa qilish. Bu Allohning va'dasi. Allah va'adallohu allazina amanu va amilus solihati آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى منهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Mana Allah Teala sizlarning ichinglardan iymon etgan, yaxshi amal qilganlarni chuqur ulardan ilgarikilarni zaminda xalifa o'rinbosar qilgan o'xshash ularni o'rinbosar qiladi.
Yani biz onu masal qilamiz. Va ular uchun tanlab bergan islom dinidan iborat ularning dinini mana bu odamlarga qudratli, kuchli, oliy, o dinni o'rtasida hech narsa bo'lmaydigan holat qildi va ularga qo'rqinchdan keyin, ansirashdan keyin aminlikni olmaslik qildi deb Alloh taolo va'da qildi. Demak, shu va'dalar iymon etgan, yaxshi amal qilganlar zaminni bostirdi. Zaminga ega bo'ladi. Zaminning xo'jayinligi aylanadi va o'zi e'tiqod qilgan, o'zi ishongan, o'zi to'g'ri degan bu dinini eng kuchli din, eng oliy din shu odamlarning davlatining, jamiyatining, jamoatining har yerining dini qirdi va ular undaq dakkudikku, xotirjamsiz, sarosimida ansirashlik ichida yashamay, intoyil xotirjam, amin bundaq yashaydi deb Alloh taolo mana bu va'dalarni va'da qildi. Yettinchisi pokiza halol rizq. Alloh taolo agar ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Agar shahar aholilari iymon etib, taqvolik qilib qilgan bo'lsa, biz güzel bir turmush, güzel bir hayot Alloh taolo kim er yoki ayol bo'lsin, mu'min holatida yaxshi amal qilsa, biz unga güzel bir hayotlikni ato qilamiz deb halanuhyiyannahu hayatan tayyibatan deb Alloh taolo bu yerda bir güzel hayotni, bitqanlikni qildi. Mana bu bo'lsa mu'minlar dunyoda ininga erishadigan narsaning bir qismisi. Bu zodi dunyoda mu'minlar erishadigan, mu'minlar yetadigan, mu'minlarning qo'liga keladigan, mu'minlar shuning bilan baxtiyor bo'ladigan bir ishlar. Bu bizning burunqi ota ajdodlarimizga iymonida rostchil, sodiq, muxlis, samimiy bo'lgan ota ajdodlarimizning reallikqa aylangan, vujudga chiqqan, amaliy bo'lgan bir ish bor. Ammo dara oxiratga kelsak, qiyomatga kelsak, bu mu'minlarga Allah subhanahu wa ta'alaning innallazina amanu va amilus solihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Haqiqatan iymon etib, yaxshi amallarni qilgan, islomga muvofiq, shariatga muvofiq, o'zining musulmondaligiga muvofiq amallar qilgan odamlar bularga jannatul firdaus tushadigan joy va ularning ziyofati bo'ldi. Bular mangu shu yerda yashaydi. Bu yerdan bilak yerga ko'chab ketishni, yo'tkilab ketishni, chiqib ketishni orzu qilmaydi, so'ramaydi deb Allah subhanahu wa ta'ala yana bayon qildi. Demak, iymon etib, amali solih qilganlar jannatga kiradi, mangu yashaydi, u yerdan chiqib ketmaydi va chiqib ketishni so'ramaydi deb bayon qildi. Yana Alloh taolaning allazina amanu va amilus solihat iymon etib, yaxshi amal qilganlarga jannatun na'imba. Bular bu yerda mangu yashaydi. Va'dallohi haqqo, bu Alloh taolaning haqiqiy va'dasi bu. Va'dallohu va'dan degan bunda bu Alloh taolo bu va'dani va'da qildi. Bu Alloh taolo g'olib va hikmatli deb bayon qildi. Demak, mana musulmonlar Allah subhanahu wa ta'ala iymondan iborat bu ulug' narsaga dunyodagi barcha insonlar orzu qiladigan izzat bo'lamdi, barakatli rizq bo'lamdi, yaxshi hayot bo'lamdi, qudratli bosh ko'tarish bo'lamdi, g'albi nusrat bo'lamdi, dushmanlardan keladigan xatarlarni qo'g'dash bo'lamdi, yordam qilish bo'lamdi. Alloh taolo bu dunyoda bu tarafni va'da qilgan bo'lsa, oxiratda shu iymonning o'ziga jannatni, go'zal bog'chalarni va'da qildi. Buni va'da qildi.
Demek bu imanın iki putuqı bulup, bu putuqның bir putuqı dünyaya, yeni bir putuqı nima? Ahiretke bağlangan. Dünyadaki putuqlarga Allah Taala güzel va'dalarni, ya'ni yuqoridagi 9 xil va'dalarni va'da qilgan bo'lsa, yeni bir putuqqa Allah Taala qiyomat kunidagi jannatni va'da qilgan. Ammo bugun musulmonlar bu dünyada Allah Taala qilgan va'daga amalga oshaladimi? İrşalıdımı? Allah Taala qilgan va'dining ahliga aylanolidimi? Allah Taala qilgan va'diga muyassar bo'laolidimi? Allah Taala qilgan va'di ularning amaliy hayotida reallikka chiqimidi yo chiqmamidi desa, biz buni o'ylab qoladigan bo'lsak, chiqmaganligini ko'ramiz. Demak, chiqmadi. Bu nimadan darak beradi? Nimani o'qtirib beradi? Anda bo'lganda ma dunyodagi chiqmasin, ma dunyodagi o mayli oxiratdagi chiqami? Yo'q. Bu çünkü bütün daraxtning ikki g'oni bo'lsa, uning birisi qurgan bo'lsa, yeni birisi mi uning quridiganligining dalili. Va man yata'ammal ahval al-muslimin al-yawm. Endi bugun qanday bir kishi musulmonlarning ahvolini o'ylansa, buning bir fikr qilib baqsa, bu kishi Allah Taolaning mu'minlarga qilgan va'dasini, ma dunyoda qilgan va'dasining o mu'minlarga amalga oshmaganligini, mu'minlar uchun reallikka chiqmaganligini bu odam bayqaydi. Bu odam bayqaydi. Bu nimani uqtirib turdi desa, bu ularning iymonining ojiz ekanligini uqtirib turdi bu. Yoki ular imanning nurg'un sifatlarini yo'qotganlar. Ma'lum bir qismiga, namoziga, ya zakatiga, ya hajjiga, yoki bolalarni o'qitishga, yoki bir kitob yozib qo'yishga, ya tarjima qilib qo'yishga, yoki ma'lum bir qismiga esilib imanning nurg'un sifatlarini yo'qotgan, yoki uning ko'pinchisini yo'qotgan ishkalligiga dalolat qiladi va shuni o'qtiradi. Shu sababdan o mu'minlarning hayoti dunyosida Allah Taala mu'minlarga va'da qilgan nusrat, ig'dochilik, qo'g'dash, hidoyat qilish, o'rinbosar qilish, qudratli qilish, kofirlarni bosh qilmaslik, go'zal rizq, izzat, yaxshi hayotdan iborat mana bu narsalardan bo'ldi desa, o mu'minlarning qo'ldan ketdi. O mu'minlar uning erishamidan g'oyib bo'ldi, yo'q bo'ldi. Endi kim o'zining mushu holiga davomlashaversa, shunda ketaversa, u kishi Allah Taala mu'minlarga oxiratda tayyorlagan narsadan ziyon tortdi. Xuddi o dunyoda ziyon tortgandek. Balkim o adam o'zini cehennemning o'tiga tashlash bilan ziyon tashlaydi. Balki o'zini ziyonga tashlaydi, cehennemning o'tiga tashlashlikdir. Hali shunda bo'laversa. Chunki bu iymonning dunyolik tarafi ko'rinmadi. Dunyolik tarafi Allohning va'dasiga erishishga layoqatli qilinmadi. Qiyomat kunida endi mushu dunyoda qilgan va'dasiga erishamagan bu inson qiyomat kunida Allah Taolaning va'dasiga erishamolsa, unda bo'lmas. Chunki bu iymonga qilgan va'da bu dunyoda vujudga chiqmaydigan, bu dunyoda ham vujudga chiqmasligi mumkin. Shunda bo'lganlik uchun nima bo'ldi? Bo'ldi, iymonni kuchaytirish lozim bo'ldi. İymonimizni kuchlantirish lozim bo'ldi. İymonimizni mustahkamlash, chingitish, iymonni yig'lash lozim bo'ldi bu yerda. Axlat olmay, tarozi mizonda o'ltirmaydigan bo'lmay, bu iymonni kuchlantirish, iymonni chingitish va iymonni yig'lash lozim bo'ldi. Bu iymonni chingitish, kuchlantirish nima bilan bo'ladi desa, bu iymonning ilmlarini musulmonlar o'rtasida yeyish bilan bo'ladi, kengaytirish bilan bo'ladi, umumiy nashr qilish bilan bo'ladi bu. Va dinning ahkomlarini tatbiqlash bilan, hayotimizga tatbiqlash, hayotimizni izchillashtirish, mushuning bilan bo'ladi bu. Ulamalarga bu mecburiyetini ada qilishga aldirash, tirishish,
öz mas'uliyatini üstüge elish lazım bu yerde. Vahalarni xas bulup mu bu ulamalar Müslümanlığa dinsizlik, hudasizlik, itiqadsizlik prinsiplerinin vücum kılganlığını görüyorlar. Hazır qarab qolgan bolsak, Allah yok deydigan, peygamber yok deydigan, İslam yok deydigan, Müslümanның yolu hata deydigan, Müslümanны bu yol zehirleydi deydigan, bu dünyada Müslümanны en ağzı koydigan hurafatlıkka bar deydigan bu şundak vücumla ve bu şundak işler buluvadı burada. Ve Hristiyanlaştırış hareketlerinin canlanganlığını görerlik bu Müslümanlık alimleri. Hazır bir taraftan Hristiyanlar, bir taraftan Yahudlar, yeni bir taraftan yeni başka İslam'a hücum kılıp, İslam'ı mutlak inkar kılınan Müslümanların avlatlarını onun kolunu takip edip, onu kafir kılıp terbiyelediğin bu hil hücumlar hem bir taraftan buluyordu. Yani şunundaki xuddi bular bir hurafat ve efsanelerin yerilganlığını dünyada hurafat efsane dolqunlab ketirlik, ağırlık, meyda o şiddet bilen yamrab ketirlik. Bu hurafatının ehli bu hurafatını batıl yol bilen İslam dinine nispet veriyatır. Bunu dinin kalbini keygüzüp, dinin tonuğu orap, din namıdan oturup çıkırıvatır bana. Şunda boğanlık için ulamalar bir taraftan bunu katlık ciddi karışı, ehemmiyet bilişi ve bu mesuliyeti götürüşü lazım. Bu biz Müslümanların aldığını koygan dini mecburiyetlerini ügütüş bir yürüyüş kitaplarının içindeki biz koygan bir kitap bu. İman kitabı bu. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu kitabını özünün rızalık için halis kılışını ve onun bilen Müslümanlara menfaat yetkilişini sorayımız. Biz her kandak özünün dinini süyüdüğün, dini için gayreti var, dinini küllaydıgan kişilerden özünün Hristiyanlığını, bu dinini ügütüş, ahliga, kolun koşluğa ve başka Müslümanlara ügütüş için küçüğüne çıkışını biz bulurduğunu arzu kılımız. Allah tevfik bergiçi ahirki duayımız elhamdülillahi rabbil alemindir. Dersimizin ahirasını Allah devamlaştırmamız kılsın ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin.